Abdullah ibn Ravaha şu vaqtda Yahudlığı degan bir qiz gapi bor. Men eng suyimlik kishining qishidan keldim sizlarning qishinglarga hozir. Sizlar menga eng yomon ko'rilgan odam. Sizlardan cho'shqidan, maymundan bek yomon ko'rma. Ammo qo'rqmanglar. Xotirjam bo'linglarki, men sizlarni eng yomon ko'rgan bu yomon ko'rishim bilan, bu o'chmanlik bilan bu iboradig'inni eng suyimlik odamning qishga iborama. Men sizlarga adasizlik qilmayman bu nuqtadan. Sizlardan elib aya gapiradiganligim uchun bu guylardan evlay demayman, xotirjam bo'linglar. Men sizlarni shuncha yomon ko'rsam, sizlarga zulm qilmayman. Bu ajoyib bir ifoda. Shu vaqtda Yahudlar qanday inkas bildirdi buningga? Mana bu adolat bilan osmon zamin barpo bo'lib turgan adolat deydi. Mana bu adolat bilan silib bizni yengen adolat bu haqqoniylik da'votidir mesela. Ayet mualayda şu şekilde kelgan. Ve la yejrimennekum. Bayatni o'qigan oyatimiz. Sabab bo'lib qolmasin. Shana'anu qavmin. Ma'lum bir odamning sizning yomon ko'rganlikni, o'tirdagi adovat, husumatlar ala alla ta'dilu. Adolatsizlikka sabab bo'lib qolmasin. Buni qilmasin. Dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Sizlar adil bo'linglar. Bu taqvolik yaqinda bo'ladi. Ana mishani bir diqqatimizni tortadigan bir gap bor. Hammalar Allohni suyimiz deymiz. Allohga yaqin bo'lishni, Allohning biz bilan bo'lishni, Allohning biz tarafda turishini yaxshi ko'ramiz. Oyat davotidagi adil olmasang Alloh sen bilan birga emas degan hukm chiqadi. Ya'ni Allohning oyatining oxirisida Alloh sen bilan birga bo'lish adolatga munosabatli. Chunki huwa aqrabu lit-taqwa, taqvolik yaqinligini Allah muttaqillarni suyudi. Muttaqillar bilan billah. Yani sen demek Allah bilan billah olmoqchi bo'lsang, Allohni tarafingga olmoqchi bo'lsang adolatli bo'l. Bu yerda bir hukm chiqadi. Sening qilmoqchi bo'lgan nishoning qanchalik buyuk nishon bo'lib ketsin, sening g'oyang qanchalik ulug' g'oya bo'lib ketsin, qo'llangan vositang chuqum nishoningga o'xshash adil, haqiqiy, haqiqatparvar manda bo'lish kerak. Sen büyük ishni qilmoqchi qilayotganing haqsizlik. Büyük nishon, büyük orzu armonlar bilan ketyapsa, shuni buyurib, ammo qo'llanayotgan vositang yo'lsiz vosita bo'lib qolsa, buni Alloh qo'llamaydi. Çok adil bo'lishingga kim bo'l? Sening qarshingdagi kim bo'lsin? Kim bilan muomala qil? Adolat eng muhim narsa.